To'rtta onasiman ketdim. Voy, qaytga? Ko'rmaysanmi? Men bu yerda qo'shnidan ham qarzga botib ketganman. Qarindosh urug'lar bu yoqda. Istiroflarimni to'layman deb ittan qarzga botib ketdim. Короче, ketdim men. To'xtang. Nima deysan? Ketishingiz shartmi? O'zingiz ishlab qarzlaringizni yoqtirsangiz bo'ladi-yu. To'g'ri aytasan onasi. Men ketdim. To'xtang, ketmasangiz bo'lardi-yu. Qo'shnim ketib qolibdimi? Voy qo'shni, qaytga? Sen yetmay turding o'zi. Ha, qo'shni. Ko'rmaysizmi? Bu yerda qarzlarim ko'payib ketdi. Bu yoqdan qo'shnidan qarzga botib ketganman. Qarindosh urug'lar. Bu yerda ishlab bo'lmayapti. O'shaning uchun chetga ketyotgandim. Sog' bo'linglar. Qo'shni, bering mana qarzlarimni to'lashim kerak, shtraflarimni to'lashim kerak deb ketaverarkan-da chetga. Bitta zo'r joyi bilaman. Hamma shtraflaringizni boshlanish to'g'risida o'chirtirib berishadi. Unaqa qarzlarim ko'payib ketdi, shtraflarim ko'payib ketdi, chetga ketib qolish shart emas. Undan ko'ra yuring, birga borib ishingizni hal qilib kelamiz.